Mana yana o'sha Germaniya. Soat 9:30. Vobshe joy yo'q. 45 soat pauza qilish kerak. Bunaqa payt nima qilamiz mana? Mana shunday qilib oldiga to'xtaymiz. Keyin so'rab chiqamiz orqadagilardan. Uxlamagan bo'lsa, uxlayotgan bo'lsa uyg'otamiz. Nechida yuradi, kim nechida ketadi? Mana shunday qilib so'rab, mana bu ikkita mashin ketadi ekan ertaga. Ikkita Polshaniki. Bittasi Hindistonlik ekan, bittasi polyak. Mana u ikkinchida turgan qora kechasi 3 da yuraman dedi. Kechasi 3 gacha uxlab qolmasam agar o'tiraman. Bo'lmasa kino ko'rib yotaman, uxlab qolsam uyg'otasiz deb aytdim. Bo'pti dedi. Uyg'otadi. Chip kartani chiqarib qo'yamiz hozir. Shunday 2-3 minutga outga qo'ysa hech narsa qilmaydi. Mana ular mana bu yerda joy bor-ku. Mana ikkita mashina ozgina bir 2 metrdan oldiga yurganda ular endi yurmaydi baribir. Iltimos qilgan bilan foydasi yo'q. Shunga bularni kutamiz kechasini. Kechasi 3 da ketadi. Shunday kirib qo'yib olamiz bo'ldi. Xudo xolasa shunaqa gap.